Köygandan ko'ngan yomon. Abduri Mahinur Abdilim. Ovozda Rahila Musa, Tahirjon Yusuf. Karashtirgichi Aziza. Ikkinchi qism. Saodat vaqt o'tgan sari bu muhabbatsiz turmushdan jaq to'ydi. Qalb etizi qoqchiradi. Kelmasga ketgan yoshligidagi muhabbatlik hayotini aslaydigan, kimlarnidir sig'inadigan bo'lib qoldi. Ne'mat eshikni kuchining boricha yopgandan keyin kimdandir o'chini olgandek sal yengillab qoldi. U eg'ir o'xtatdi. Ba'zida saodatga o'val qilayotganini o'ylab, o'zini ayblabmi ketadi. Kimlarnidir vaqrab tillig'usi, silkib dashnom bagusi, bir narsani urib chaqqusili keladi. Saodatning yoki qandaqli bir ayolning o'ziga mehr bilan qarashini, o'ziga yaqinchilik qilishini texmi xohlamaydi. U to'y qilmasa bo'ladi ekan. To'y qilibla uning ayoliga ato qilg'ini ko'tirib qo'pqisiz hasrat, nadomat bo'ldi. Ammo buni o'zgartishga Ne'mat amalsiz edi. Ne'mat amaliyotda hech kim bilan sirtda tomoq yeyishni deyishib qo'ymagandi. Saodat aytgan suyuqashnimi toza ichkisi bor. Uyda bolalar bo'lsa-da, Ne'mat Saodat aytgan suyuqashni tarlab o'ltirib ichib olsa, nima degan yaxshi ha? Balalar yenida bo'lsalar, uni xiyoliy olamdan real turmushga, oilasiga qaytarib kelalaydi. U asta mengib daryo bo'yiga keldi. Bir chetda so'g'uq ichimlik, ushaq yemaklik yoymasi bor edi. Ne'mat shu yerga berib, ancha-muncha narsalarni buyurtib qo'yib, daryoga qarab o'ltirdi. U atrofidagi jup-jupi bilan yetlishib yurgan qiz-yigitlarni ko'rib, yana juduni o'rladi. Nemishqa u yenimda yo'q. Ammo odam o'z sevgini bilan nemishqa ma'lum o'shundoq sevginimdan ayrilib hasrat chekaman. O nemishqa ketadi. Nemishqa meni dog'da qo'yib ketadi. Men uni sevdim. Jinimdan ortiq sevdim. Sevginim nemishqa yenimda yo'q. Nemishqa bundoq yashaganimdan o'lganim afzal. Ne'mat o'zini ozroq besib olish uchun beshini ustalga qo'yib oldi. Nega berib, nimali ish qilmasin? U bundoq azobliq tuyg'ulardan qutulolmaydi. Uni unutish uchun tirishish ahmoqlik ekan. Yaxshisi, uni aslab turish kerak ekan. Faqat uni aslashla Ne'matning yurak yorasiga oz to'la shifo bo'ladi. Ne'matning boshlang'ich 1-yillikda o'qiyotgan chaqlari edi. Qahriton so'g'uq kunlarning birida u maktabdan kelib yetib, uyga qayrildigan do'qmush oldiga kelganda, beshiga chumkab sharpa urib olgan bir ayol uni chaqirdi. "Hay bolam, bu yoqqa kelgina. Ma ufqangni birdan tutib tur. Vajitim bak qistab bo'lamayli qoldim. Balani qo'ydigan yer yo'q. Bir pas tutib turg'ina." Ne'mat orisalda bo'libroq ayolning qo'lidan zaqalangan bovoqni oldi.
ayol aldirab ommaviy hojatxonaga kirib ketdi. Ne'mat so'g'uqda to'nglab, qo'llari telib, xeylili saqlagan bo'lsa-mu, ayol chiqmayotdi. Bovaqmo qiyiqrab yig'lashga boshladi. Ne'mat hojatga mangan bir cho'kanga ichidagi ayolga deb qo'ygan bo'lsa, bola bak yig'lab ketdi, deb qo'ydi. Biroq u cho'kan hojatxonada birma odam yo'qkan, deb chiqdi. Ne'mat ablashtirib ko'tarolmayotgan bovaqning yo'gaklarini sangilatqinicha ko'tarib, ayollar hojatxonasiga kirdi. Ammo ichida birma odam yo'q. Qo'rqib ketgan Ne'mat yig'lashga boshladi. Uyga vaqtida kelmaganidan ansirab oldiga chiqqan akasi bilan u hech amal topolmay bovaqni ko'tarib uyga yenib keldi. Ahvolni bilgan cho'nglar har tarafdan surishti qilgan bo'lsa-mu, bovaqning egisi hech yerdan tepilmadi. Bovaq qiz edi. Ne'matning onasi bovaqqa qarash, dadasi bovaqning egisining izderikini qilish bilan aldirash bo'lib ketdi. Ne'matga yangi armak tepilgan edi. Maktabdan kelibla sirtdagi o'yinlarni tashlab, bovaqni o'ynatatdi. Uning bovaqqa shunchalik mehri tushdiki, oqshomlarimi yenida uxlaydi. Uningdan bir qadammi ayrilmaydi. Bir kuni Ne'mat tushda uyga kirib, bovaqning yo'qligini ko'rdi. Bola beqib olishni xohlaydiganlarga berivatdiq bolam, degan edi onasi. Biz ishkinglarni aran beqivatimiz. Meningmi ishim aldirash tursa, uningga kim qaraydi? Helimi qurtdak bir bolani bir oy boqdiq. Bir tug'mas opashga berivatdiq. Ne'mat qiyochiya qilib uyni beshiga kiydi. Har qandaq aldash silashlar uningga kar qilmaydi. U cho'nglarni balani yondirib kelishga ko'ndirolmay, oxiri tamoqni yemay, maktabga bog'ili unmay yetib oldi. Uning tugimas g'alvasiga amal qilamagan onasi bir kuni balani berivatgan uyga berib, bir muncha topitani anglab, balani yondirib keldi. Shunday qilib, balaga Shirin Ay deb ism qo'yilib, bu uyning a'zosiga aylandi. Shirinayning asta-asta oyig'i ham tilimi chiqdi. Ne'mat uyda bo'lsa, ikkisi bir-biridan bir qadammi ayrilmaydi. Shirinay Ne'matdan saq 7 yosh kichik. U maktabga kirganda Ne'mat cho'ngli bo'lib qolgan. Shirinayni maktabga opirib akiladigan ishlar tabiiyla uning zimmasiga tushdi. Shirinay nihoyatda chiroyli ham o'maq bo'lib, maktabdagi hammalarning ichiga yetdi. Harakatlari nozik, sipoyi edi. Lekin salomatligi degandek yaxshi bo'lmag'ach, davomli darsdan qoladi. Bir yili og'rib qilib, yarim yildak yetib ketgachga sinfdan qoldirildi. Shirinay boshlang'ichni bitkazgan yili Ne'mat oliy maktabga o'qishga mangdi. Shu chaqda Ne'matga hammadan Shirinaydan ayrilish ig'ir keldi. Maktabga kelgandan keyin o'zining Shirinayga bo'lgan mehr muhabbatining shunday kuchliligini his qildi. Saharda ko'zini ochibla, uning atigan qo'pqan holatini, yuzini yuyib, chechini taraydig'inigacha xiyol qiladi. Mayli tomoq yesin, mayli aylanib yursin, Shirinay uningga xiyoliy hamra bo'ladi. Shirinay teg'i sabiy bola. Ne'mat akasini jinidan aziz ko'radi. Ne'mat ta'til qilib kelganda Shirinayning salomatligi yaxshi bo'lmay, maktabdan chekingini bilindi. O'qitimiz deb
Onumu qiynamayli balam, dedi anası. To'la darsdan qilib yetishalmadi. Salomatligi ozroq yaxshi bo'lsa, epidiroq hunaga beramiz. Şirnay bir ta'til onundan oliy maktab hayotini so'rab hormadi. Onun albomini qo'ldan tushirmay, suratlarini qayta ko'rdi. Onun shu chaqdagi hissiyotida maktabda o'qiy oladigan bolalar eng baxtlik edi. Shunday qilib, ular ta'tilda ko'rishib, necha yil bilinmayli o'tib ketdi. O'qish bitkizib qaytib kelgan yili Ne'mat Shirnayning bo'y tatib, barno o'sgan nozik qaddi qomatiga, tabiatning nodir asridek ajoyib go'zal ruxsariga qarab hayron qoldi. Cho'ng bo'lgancha Shirnay ajoyib go'zal, latofatli qizga aylangan edi. U kichigidan tikkuchilikka, shogirdlikka kirgan bo'lib, hozir usta tikkuchiga aylangan edi. Uydan onunga ish buyurtqili kelganlarning oyog'i uzilmaydi. İkisi bir-biriga yanala burunqidek amroq. Soatlab gaplari tugamaydi. Ne'mat xizmatga chiqqilimi 2 yildek bo'ldi. Anasi to'y ishini uningga puratganda, u hech ikkilanmasdan "Men Shirinayni olaman" deb javob berdi. Anasi "Bu so'g'u shundaq bo'lsa bak yaxshi bo'ladi. Taqdir buyurami?" deb uzoqcha ko'z yoshi qildi. Shirnayning uzoq yillik kasal azobi onani shundaq yurak oldi qilayotgan edi. Ne'mat bu xiyolini Shirnayga 100 tirani aytibmi o'ltirmadi. Har ikkisining ko'ngli bir-biriga ayon. Ne'mat uchun Shirnaysiz bir kunning o'tmikimi tasga to'xtaydi. Onunga bo'lgan amroqligini hech kimdan yoshiribmi o'ltirmaydi. Uydagilar ularning ko'nglini tushunishi ham toza, yaxshi o'ringa selinayotgan o'ltiraq uyga tizimlatib pul topshirishdi. Qishicha Shirnayning salomatligi obdan turib bersa, yozni ko'rib, uy putishiga ularning to'yini qilmoqchi bo'lishdi. Uymi, to'yning tayyorlig'imi bitdi. Ammo Shirnayning kesali bog'ancha adab ketyotdi. Ne'matning uni opamagan cho'ng doktorxonalari qolmadi. Oningda qilchilik yaxshilanish bo'lmayotdi. O'ltirishgan ko'zlari bilan Ne'matga qarab to'ymaydi. To'y uchun tayyorlangan yangi uyga berib, safada Ne'matning quchqiga beshini qo'yib, soatlab yetib ketadi. Doktordan uning kasalining oxirgi bosqichga berib qolganligini bilgan bo'lsa-mu, Ne'matning nazarida ular mana mushundaq mangu mushundaq o'tadi. Shirnay ko'z oldida turibli basa, kasal degan qaraydi chaqliq. U uning holidan bir umr xabar elishga rozi. Biroq Natvan qizning beshiga kelgan ichinishlik qismat Ne'matning shirin xiyollarini, orzularini tamom yutib ketdi. Shirnay uning quchig'ida, uning qiyolmay, tuyuqsiz o'lib ketdi. Dard alam Ne'matni aql hushidan ayrig'ili qil qoldi. U shiklab kun bo'yi gapmi qilmaydigan, saqal burutlarini olmay, bir kimda o'chibodak hamma odamga ho'miyib qaraydigan bo'lib qoldi. Bu musibat uningga bakmo ig'ir kelgan. Uning barliq xo'shallig'ini, kulkisini baraqla ep ketgan edi.
Ne'mat 3 yildek shundoq yurdi. Urug' tuqqanlarning kuyinib qilgan nasihatimi uningga kar qilmadi. Oxiri onasi uning dardida ochiq shutib yetib qolgandala, u sal hushini topgandek bo'lib, onasining ro'yi bo'yicha o'zini tuzab yuradigan bo'ldi.